Assalomu alaykum, hurmatli sug'lilar. Sug' tumanida aholining ichimlik suv ta'minotini muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-avgustdagi PQ-4798 sonli qarori asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi tumanimizda. Qarorga asosan mutasaddilar tomonidan taqdim qilingan texnik topshiriqlarga asosan loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqilib, 12 ta obyekt uchun jami 160.7 km ichimlik suv tarmog'i va Turdona 500 kubali ichimlik suv rezervuari, 11 ta ichimlik suv qudug'i hamda Turdona ichimlik suv minorasi qurish ishlari shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi tomonidan ijobiy xulosa berilgan. Ekspertiza xulosalariga asosan buyurtmachi va bosh pudratchi yangi avlod qurilish Invest MCJ o'rtasida 2021-yilda 101 milliard so'mga shartnoma imzolangan. Qarorga asosan bosh pudratchi yangi avlod qurilish Invest MCJ tomonidan 2021-2023 yil davomida Sug' tumanida yashovchi aholining ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida jami 253 km ichimlik suv tarmog'i tortildi. 17 dona yangi ichimlik suv qudug'i qazildi. 7 dona mavjud ichimlik suv qudug'i rekonstruksiya qilindi va 7 dona suv minorasi o'rnatildi. Hamda Zangat, Chummoqcha, Demursat, Guliston, Mulgon, So'x, Qala mefelarida yashovchi 3000 xonadonni ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida Chashma mefe hududida sig'imi 500 kubali suv inshooti qurildi. Hamda Obishirsoy hududida Rovon, Istiqlol, Yangariq, Navobod, Oftobru mefelaridagi yashovchi aholini ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida ushbu hududda ham sig'imi 500 kubali ikkita suv inshooti qurildi. Albatta bu biz davlatimiz tomonidan berilayotgan bizga e'tibor. Bundan tashqari qurilish montaj ishlari olib borilayotgan mahallalarda jami 300 dona nazorat qudug'i, ya'ni kolodeslar o'rnatildi. Loyiha smetalarida ko'rsatilgan tumanning Sarikanda mahalla fuqarolar yig'inida 96%, Xushyor mahalla fuqarolar yig'inida 80%, Sharqobod mahalla fuqarolar yig'inida 95%, Navobod mahalla fuqarolar yig'inida 82%, Tul mahalla fuqarolar yig'inida 80%, Lembur mahalla fuqarolar yig'inida 99%, Hazrat Ali mefe da 87% xonadonlarga toza ichimlik suv kirib bordi. Bu albatta ijobiy natijani ko'rsatmoqda. Ushbu qurilish montaj ishlari boshlangunga qadar tumanimizda markazlashgan ichimlik suv ta'minoti 30% ni tashkil etardi. Ushbu qurilish ishlar natijasida bugungi kunda tumanimizda ichimlik suv ta'minoti 50% ga yetkazildi. Bugungi kunda obyektda qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Ya'ni Xushyorda, Navobodda, Sohibkorda o'sha reja asosida qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. Albatta, qolgan mahallalarda ham reja asosida qurilish montaj ishlari olib borilib, barcha mahallalar ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlanadi. Yuqorida qurilish ishlari bajarilgandan so'ng tumanimizdagi ichimlik suv ta'minotining foizi yilda yakuniga borib 70-80% ga yetadi. Muammosiz ishni o'zi yo'q. Albatta mana shu tumanimizda 27 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lsa, albatta o'sha mahallalardan kunora murojaatlar kelib, muammolar kelib tushadi bizga ichimlik suv ta'minoti bo'yicha. Albatta biz o'zimizni imkoniyatimiz darajasida borib o'sha muammolarni bartaraf qilib, joyida bartaraf qilib, misol o'sha odamlarga misol ijobiy natija bilan nima qilyapmiz? Hal qilib beryapmiz muammolarni. Lekin ko'pincha murojaatlar mana shu prezidentimiz qarorlari doirasida bo'layotgan ishlar
to'g'risida bo'lyapti. Albatta men bunga ham o'zimizni mana shu tumanimiz xalqiga murojaat qilardimki, albatta bu prezidentimizning qarorlari doirasida hamma mahallalar suvlashadi. Lekin bosqichma-bosqich navbati bilan o'sha reja asosida ish ketyapti. Albatta hamma mahallada o'sha tizimli ichimlik suv ta'minoti har bitta xonadonga kirib boradi. Mana xabarlaring bor, u suv ta'minot endi mana shu tumanimizda endi rivojlanib boryapti. Har tomonlama mana shu bizni tumanimiz bo'limida texnika yo'q edi. Mana suv toshish mashinasi davlatimiz tomonidan misol berildi. Mana shu respublika suv ta'minot respublika AJ tomonidan yaqinda ekskavator berildi, texnika. O'sha ishlarni yengillashtirish uchun sekin mana moddiy texnika bazamiz rivojlanib boryapti kundan kunga. Albatta mana shu bir jamoa bo'lib, mana shu jamoam bilan mana shu So'x tuman xalqiga sidqi dildan xizmat qilib, barcha o'sha ichimlik suv ta'minotidagi muammolarni imkon darajasida bartaraf qilib, xalqni rozi qilishga va'da beraman. E'tiborlaring uchun rahmat.